ozish uchun nima qilishim kerak yoki ozish uchun nima iste'mol qilishim kerak degan maslahatlar juda ko'p bo'ladi-da. Ozish uchun nima qilish kerak? Ozish uchun ko'p yeb qo'ygan bo'lsa, o'sha yeyishni to'xtatish kerak. Butunlay emas albatta, kam-kamdan yeyish kerak bo'lib qoladi. Unga o'rganmagansiz. Organizm juda ko'p ovqat talab qiladi. Chunki oshqozon kengayib ketgan. Organizm shunga o'rganib qolgan. Endi buning uchun nima qilish kerak? Asta-asta harakat qilinadi. Siz o'ylamang, chet eldan kelayotgan yoki qanaqadir kompaniyalarning mahsulotlari ishtonlarni ko'rsatadi, semiz bo'lib turadi. Bir oydan keyin qarasa ozg'in bo'lib, chiroyli xipcha bel bo'lib qoladi-ku, unaqa emas. Siz bir necha yillar davomida yiqqan mana bu massani yo'qotishlik uchun endi bir necha kun kifoya qilmay qoladi. Endi unga bir necha oylar kerak. Agar siz bir necha yillar davomida yig'ilgan organizmdagi yog'larni, toksinlarni, umuman semizlikni darrov qisqartiraman desangiz, kasal bo'lib qolishingiz mumkin. Keyingi videoni ko'ring.